Ha yurur, hammamiz student, viloyatda bolalari. Baribir xijolat bo'lyapman-da, jo'ra. O'ylanma, nimadan uyalasan? Hammasi mehmondo'st, ko'rasan hozir. Ho, ana mehmonga olib kelgan bolang shampunimni olib ketib qopti. Telefonga tez olib kelib bersin. Nima kerak bu uyga mehmon o'zi? Ketdim men. Ya to'xta, hazillashyapti ular. Bu Xullas, navbatchilik ro'yxatini qilib qo'ydim. Bugundan boshlab navbatchilik qilamiz. Ketdik, qo'nim och. Sen nima darsga bormading? oq ko'ylam kiyib ketibsan-ku. Sanikimidi? Ha, o'la. Estetika, madaniyat degan narsa yo'q. Birovni kiyimini ham kiyasanmi? Sen umuman gapirma, sen tuflimni kiyib ketibsan. Senikimidi? Nimaga sochiq o'rab o'tiribsan? So'rachi. Sanikimidi? Mana yana ro'yxat. Bugundan boshlab aniq navbatchilik qilamiz. Kim keldi bu o'ylaysan? Akmal. Akmal? Topsana, qo'y. Haddidan bilaman. Aniq bilaman, hech kim navbatchilik qilmaydi. Rus o'rganib qoldim. Shunga yopishtirib qo'ydim. Xullas pul tashashib, bozorlik qilamiz. Yo'q, men Menda zo'r taklif bor. Birinchi o'rinda Akmal bor, oyangni o'pki. Ikkinchi o'rinda hammamiz 50-50 qilib bir haftalik bozorlik qilamiz. Gap tamom. Mana bir haftalik bozorlik qildik. ana 100 ming ortib qolgan pulni bolaga aytamizmi? Tushunali, 50 ming qolibdi. Tushundim, 100 ming qarzga kiribmiz. Bolalardan yig'ib olamiz, ketdik. Bolalar insta haydashdi. Endi viloyatga ketar ekanman. Agar Abu ketayotgan bo'lsa, men divanda yotaman. Men yotaman. Qo'y, men bir kelganman.